Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana kech bo'lishiga qaramasdan ishlarimiz davom etmoqda. Mana soat millar 9 o'tdi. Mana Jiguli avtomobiliga azot urib beryapmiz. Yo'lakdamiga. Xolos kelaverasizlar, ko'ngildagi ishlarni ham ishlaringda ko'ngildagi qilib beramiz. Aziz obunachilar, bu azotni nimaga bir xil aytishi mumkin? Nima foydasi bor mashinaga deyishi mumkin? Bu azot foydasi katta. Ziyoni yo'q. Azotning foydasi shundan iboratki, yozda muzda yuradi. Mana asfaltlar qizigan paytda buni harorati ko'tarilib ketmaydi. Agar havoda yurgan bo'lsa, havo ko'tarilib portlash anaqasi bo'ladi. Buni xavotir olmanglar. Bu o'zgarmas havo deyiladi, azot. Shuning sababli portlash anaqasi bo'lmaydi bularda. Davleniya ko'tarilmaydi, portlash anaqasi yo'q. Desa ham bo'ladi. Azot foydasi shundan iboratki, shular kiradi. Keyin haliga 25-30% ga yumshatadi balonni. Xudo xolasa kelaverasizlar. Noyabrgacha azot yuraveradi. Noyabrdan keyin chiqarib tashlanadi. Qishda bo'lmaydi bu hol. Muzlab qolishi ehtimoli katta. Asosiy svetofordan Dehqon bozorida o'rtasidagi mahallada